Captiva mexanika keldi. Mana mexanikani ukalarimiz avtomat qilib berishdi, lekin zavod bo'lar ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Mabodo mexanika mashinanglar bo'lsa, mana olib keladilar, avtomat qilib berishadi. Abduvohid, nimalar qo'yildi bunga? Korobka qo'yildi, shu zavodskiy korobka qo'yildi, zavod bo'ldi mashina. Zavod bo'ldi. Zavod bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu motor ham almashgan ekan-ku, mana ikki torni. Bunga Malibuniki ham tushar ekan. Malibuniki tushadi. Bu Malibu, Malibu. Gap bo'lishi mumkin emas. Okalar, mabodo mana mexanika mashinanglar bo'lsa olib kelaverasizlar. Yaxshi, родной zalotoyim yaqinim. Lekin Alloh orqada mashina bo'lmaganda yurib ko'rsatardim. Xo'p, Abduvohid bitta narsa. Keyin mana mexanika mashinani avtomat qilgani olib boramiz deyshadi-yu mana. Olib kelib yurmayapti, tortmayapti degan ba'zi bir okukalar ham bor-da. U arzonchi, mana qimmatchi varianti bo'lsa, defektli bo'lmaydi, to'g'rimi? Defektli bo'lmaydi. Yurishlarda sal o'zgarishlar bo'ladi. O'zi zavod bo'ladimi mashina? Zavod bo'ladi. Arzonchi variantda qanaqa bo'ladi? Arzonchida ham almashadigan narsalari bor. Bir xil almashtirmaydi, chiqib ketishadi. Yaxshi. Pastga egalar nomerini yozib qoldiraman. Shunday alyo desanglar, arzonchi variantlari bor ekan, qimmat variantlari bor ekan. O'zi eng zo'rini qo'ydirganinglarni maslahat beramiz. Bosinglar akalarim.